Assalomu alaykum. Mana bu hammomimiz, yoniga bitta xona qo'shdik. Kir mashina uchun. Bu yerda lestnitsa bo'ladi. Shu sababli mana polni tepasini stashka qilib qo'ydik. Stashkaning tagida 2 santimetrlik Pinaplex uteplитель bor. 12 ga 2lik mana taxta bilan strapila o'rnida foydalandik. Va gazoblok mana 10 santimetr перегородочный. Mana shu bilan mana yopdik. Endi buni yopish jarayonida chekkalariga kafelniklar bilan yopishtirib, yonlarida mana samarez bilan 70 samarez bilan urib qo'yiladi, bu tushib ketmasligi uchun. Keyinchalik mana kafelniklarni o'zi ushlab oladi. Mana o'sha xona ichkaridan ko'rinishi. Mana shu xonamiz. Gazobloklar qo'yish jarayonida mana tagidan taxta qo'yib olamiz. Shu taxtani ustida vaqtinchalik turadi, keyin taxtani mana tashlaymiz. Va natijada oddiy 12 santimetrlik 12 taxta bilan mana shu tomimiz yopildi gazoblok. Endi bu gazoblok issiq bo'ladi. Gazoblok tepasida 2 santimetr uteplитель ham bor. Uning ustidan 5 santimetr stashka setkasi bilan. Devor shu 10 santimetrlik nimani o'zi. Gazoblokning o'zi qalinligi 10 santimetr. Qisqasi mana o'zimaga rasxodda mana 1 millionga ham bormaydi. 1 millionga hattoki $100 bilan bitadi. Abo'ylarigacha. Mana shu abo'yimiz.